الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Bugün sözlemek bo'lganimiz Ahl-i Sünnet ve Cemaat akidesinin biri bo'lgan Akidetun Nesefiyye derslikimizin 4. dersi. Şimdi El-Musannif rahimahullahu teala bugünkü dersimizde Allahu Hak Subhanahu ve Teala ve Tekaddes'nin alemni payda kılgıcı ikenlikini ilgili derste ispatlap bo'lgandan keyin bu zatni taleplab o'tdi. Bu zatni 8 xil ta'lifat bilan ta'liflab o'tdi. Yani Allah Teala'nın 8 xil isimlerini sözleş arkalık bizge Allah Teala'nın taleplab o'tdi. Bu zat deydi ki vel muhdisu lil alemi huvallahu Teala. İlgi derslerde alemlerinin yoktun bar kılınganlığı, yokluktan barlığı keltirilgenligi, payda kılınganlığı ispatlandı. Endi alemnin yoktun barlığı keltirilgenligi ispatlangan iken bu alemlerini yoktun bir bar kılgıçının bar ikenligi, bu alemlerge okşumaydigan ne cisim emes ne cevher emes bir payda kılgıçının bar ikenligi tabiila mukarrer boldu. Şuna bu payda kılgıçını Musannif rahimahullah bizge süfetlep o'tdi. Vel muhdisu lil alemi huvallahu Teala. Alemni payda kılgıcı bolsa Allah Teala'dır. El vahid. O Allah Teala yani taleplep o'tdi. O Allah Teala el vahid birdir. El kadim. O Allah Teala kadimdir. O Allah Teala el hayy ya hayattır. O Allah Teala kadirdir, kudretliktir. O Allah Teala her şeyini bilgüçüdür. O Allah Teala her şeyini anlıgıçıdır. O Allah Teala her şeyini körgüçüdür. O Allah Teala her ne halisa her şeyini halıgıçıdır. O Allah Teala el-muridi her şeyini irade kılgıçıdır. Yani Allah Teala ne? Kan sıfatlan el-vahid, el-kadim, el-hay, el-kadir, el-alim, el-semi', el-basir, el-şai, el-murid, el-şai bilen el-murid ikisi bir manadaş. Yani 8 xil isim bilen tunuşturdu bizge. Musannif rahimahullah. Şimdi biz bu tunuşturuşlarını birden izahlab o'taylik. Musannif rahimahullah dedi ki vel muhdisu lil alemi huvallahu Teala. Yani alemni payda kılgıcı bolsa Allah Teala'dır. Yani bu alemni bir payda kılgıcı lazım iken bu payda kılgıcının eti yani zatının ismi nime? Allah Teala'dır. Şimdi her kanday bir fende, her kanday bir sahanın yüzü güçlük istilah kullanma şekli oldu. Yani şu istilah boyunca şeylerini talepleydi, şu istilah boyunca şeylerini düşündürüp, tunuşturup mağdu. Şimdi lügat ehli, yani lügat şunaslarının ki ta'rif kılışı da Allah Teala'nın kanday ta'rif kılıdığı dese Allah Teala'nı el-ma'budu bihakkin deb Allah Teala'nı el-ma'budu bihakkin deb izahlaydı. Yani hakiki ma'bud.
Yani haqiqiy taat ibodatga loyiq sazovor bo'lgan haqiqiy ma'bud deb bunda izohlaydi. Lug'at uchun kitoblarda. Endi bu aqida kitoblarida shu mutakallimlar, kalamshunoslar aqida kitoblarida Alloh taoloni qanday izohlaydi, qanday ta'rif qildi desa, yani Alloh taoloni yani az-zatul vacibul vujud deb ta'rif qildi. Yani nima deb deganda barlığı vacib bo'lgan zat. Barlığı vacib bo'lgan zat deb ta'riflaydi. Endi barlığı vacib bo'lgan zat degan nima degan gap? Desa, yani bu zatning barlığı öz zatıdan. Bu zatning barlığı öz zatıdan, yani başqalar tarafidan emas. Alloh taolo başqalar tarafidan yaratilgan emas. Başqalar tarafidan paydo qilingan emas. Balki bu zatning barlığı öz zatıdan. Alloh taolo öz o'zidan bor. Endi öz zatıdan bor deganlik Alloh taolo o'zini yaratgan degan emas. Allohu billah. Unday endi ishni Alloh taolo panoh bersin. Yani öz zatıdan bor degan gap Alloh taolo azaldan tatib bor degan gap. Alloh taolo qadimdan tatib bor. Alloh taolo yangidan paydo bo'lgan emas. Balki qadim tatib bor, u paydo borligida hech bir şeyga muhtoj emas degan ma'noda bilmoqchi. Yani aqida olimlari Alloh taolo deganni bunda barlığı vacib bo'lgan zot deb bunda izohlaydi. Endi nimishqa bunday izohlaydi? Bunun sababini so'rash kerakda. Nimishqa buni barlığı vacib bo'lgan zot desa, chunki endi bu yerda bir gap chiqdi. Barlığı vacib bo'lgan zot degan gapdan shaylar abdeshtiki ders so'zlab o'tgan shaylar 3 ga bo'linadi. Biri barlığı vacib bo'lgan vacibal vujud. Yani biri barlığı ve yo'qligi joiz bo'lgan. Bo'lsa-mu bo'ladigan, bo'lmasa-mu bo'ladigan deb ikki. Yeni biri bo'lmaydigan deb 3 ga bo'lgan edik. Barlığı vacib bo'lgan zot degan Alloh taolo. Barlığı yo'qligi vacib joiz bo'lgan, bo'lsa-mu bo'ladigan, bo'lmasa-mu bo'ladigan degan bütün kainatlar. Çünkü o kainatlar bo'lsa-mu bo'ladi, bo'lmasa-mu bo'ladi. Alloh taoloning boyligiga hech qanday ta'sir yetkazmaydi bütün kainatning boyligiga. Üçüncü mustahil al-vujud dedik. Yani barlığı mümkün emas degan Alloh taoloning shirki bo'lishi mumkin emas mesela. Alloh taoloning o'ziniki mahluqlariga o'xshashi mumkin emas mesela. Yani bunda 3 ga bo'ldikmi? Endi hozir Alloh taolo deganda vacibal vujud, Alloh taolo deganda vacibal vujud deb nima qilishning ta'riflashniki sebebini bayon etamiz. Çünkü eğer Allah Teala caizel vücut olsaydı, caizel vücut üçen Allah, caizel vücut olsaydı, Allah Teala muşu alemdeki katarını bulup kaldı. Yani muşu alem, mahlukun katarını bulup kaldı. Aleyhâdü billah. Bu mahlukun katarını bulup kalsa uçakta bu alemni payda kılgıçılık ve yoktan barkılıp аңдашыпты башты яраткучылык сүптіге нема учақты лайық боланмай қалады. Андан лайық боланмай қалады. Демек, Аллах Таала қадимдір. Аллах Таала vacibel vücuttur. Alloh taolo hamma muhdasat paydo qilingan narsani paydo qilg'uchidir dedikmi? Degan ekanmiz, Alloh subhanahu va taoloning bo'lishi vojib. Alloh taolo bo'lsa-mu butqan, bo'lmasa-mu butqan, joizal vujud emas, balki vojibal vujuddir. Shuning uchun Alloh taoloni nima deb vojibal vujud bo'lgan zot deb ta'rifladik. Sabab shu. Endi ba'zilarning kallasi gap qilish mumkin. Alloh taolo desak, Alloh taolo degan, ya'ni bo'lish vojib bo'lgan zot, bu zotning bo'lishi mundaq bir olamlarni paydo qilish uchun mundaq bir qudratli zotning bo'lishi vojib desak, ba'zilarga kallasiga anda bo'lganda Alloh taolo vojibal vujud deb ta'riflashimizning o'zidan tasalsul aqidasini botil qilishmi, botil bo'lib ketayotgan o'xshaydi deb qilish mumkin. Tasalsul aqidasi deb bir gap bor, qarindoshlar. Tasalsul degan
bu intayin hatta akide. Yani mesela bütün alemlerini Allah Teala yarattı. Bütün alemlerini Allah Teala yarattı. Allah Teala'nı yeni birisi yarattı. Allah Teala'nın yeni birisi yarattı. Ya billah. Bunda yıkan bir göz karşı kademli var. Onun kendinin balını dadısı yarattı. Dadısını onun dadısı yarattı. Dadısını onun dadısı yarattı. Dadısını onun dadısı yarattı. Bunda ilahına çeksiz. Anladın. Birisi yarattı. Birisi yarattı deyip. Şunda teselsül akidesi felsefeciler şu teselsül akidesini oturup Nurullah demiş şu yolda aldırıp ketken. Hem de bizdeki vacibel vücut diyen gapimizden bu teselsül akidesini batıl kılış çıkamdı çıkmamdı diyen gap kalır gap kılış mümkün. Emeliyatta bu bizden vacibel vücut diyen mat bir taraftan fakat ma bir taraftan ne mi çıkmaydı? Kamil teselsül akidesini batıl kılış çıkmaydı belki onunki bir tarife çıkıyordu yani bir bücüki bir uçu çıkıyordu. Biz teselsül akidesini yeni bir talep yeni bir izah olan batıl kılımız. O çıkıdığan bir bücük olsa khas dese yani bütün mümkünatlarını ki bütün mümkünatlar desek hem de vacibel vücut Allah Teala olsa mümkünel vücut caizel vücut dediğimiz bütün alemdeki mahlukatla kainatla yani bütün kainatla ile çeksiz bulup bir zincir saman tızılsa mesela bir zincir saman tızılsa o bir illetki muhtaç budur. Çeki yok, kainatın çeki yok. Mesela adam dadısı olgan balı payda olgan, onun dadısı bobusu olgan payda olgan, onun da payda olgan, onun kendinin aynı ulap kiti varsa, ahırsı yok bir yer kesse, bunun da bir nemige illetki muhtaç budur tabii ki. Mesela bir bala, bir insan payda olsun dadısı olgan balısı oldu da olsa, şu dadısı insandaki illeti bulamdı bulmamdı. Çünkü bu insanın payda olganı bir illet buluş lazım da. Bir illet. Yani illet diyen insan diyen bağ boğan minasını payda oluşunun birisi buluş lazım. İllet diyen hem de şu narsının nefsi buluş lazım. Bir narsının illeti, bir narsının payda olganlarsa o narsının üzü buluşu nememez, caiz emez. O narsının bir kısmı buluşu mu caiz emez. Bir kısmı buluşu mu caiz emez. Belki o narsının taşkı bir narsı buluş lazım. İnsan her kadar bir varlık ne payda kılıcı buluş için onun okşumaydıgan, onun sırt taşkı bir narsı buluş gerek. Bütün mümkünatlarını payda kılıcı, bütün mümkünatlarını, kainatlarını payda kılıcı, çukum bu kainatları okşumaydıgan, kainatlardan taşkı üzüp, kainatlardan üzüp sırt birisi buluş gerek. Eğer bir adam ben balının dadısı olmayan bolsa bal olmaydı. Onun dadısı olmayan bolsa, bobusu olmayan bolsa onun dadısı olmaydı dep. Eğer illa şunu bağlap teselsül akidesini bağlayıvergen bolsa bu akide qanday galat tutu. Bazen çağda mesela İsa aleyhisselam dadısız doğulgan. Adem aleyhisselam dadısız doğulgan. Dadısı bu İsa aleyhisselam Adem aleyhisselam işemimiz dep bir gapni oturup koysa uçakda ona deyimiz ki nurgulgan adamlarning dadısı anısı batıp tuğmaz. Dadısı batıp ayağlı tuğmaydı. Tuğması da neçisi var. Dadısı bakmamıza. İyi batırıp. Demek bu illet emeskin. Yani illet diyen andağını müdüm olmaydı ha. Mesela bir balının dadısı balının illeti olsa o balının payda olursa illeti bu balının payda olursa uçakta aşu illet boğan aşu dadının dadısı aşu illetinin ki yeni illet tutu. Binasının üzügü mü illet olanmaydı ve binasının illet olan neyse yine binasının illet boğan neyse yine başka neyse illet olanmaydı. Demek bu teselsül akidesi diyen zincir saman yarılış, zincir saman payda buluş yarılış diyen gap ahırsı yok yarılış diyen gap bu akide batıl diyen gap. Hem de ülmalı şu teselsül akidesini batıl kılış, emredini kaldırış, red kılış için burhanu tetbik deb intayin meşhur bir davulini oturup koygan. Yani akli doliler, akli delil. Nemiş ki biz akli delil söyleyemiz degende biz beşte sözde bitkendik. Akide bilimi, ilmi kalam degen devamlı şu kafirlerini dini davet kıldığan. Kafirlerini aklı arkalık. Kafirlerde Allah Teala
hamma mahluqotga o'xshash yaratib bergan aqli orqali aqlni ishga soldirish, shu aqliy dalillarni so'zlash orqali ularni qoyil qilib, haq yo'lga islom diniga boshlab kelish degan nishoni shu bo'lg'achqa, buningda davomli aqliy dalillarni so'zlaydi. Aqliy dalillarni so'zlaydi. Shuning uchun bu musulmonlar bu aqliy dalillarni so'zlash vojib emas, kerak emas. Musulmonlar bu aqliy dalillarni bilmasimi, hammasi musulmon tushunadi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Alloh taolo tarafidan nozil bo'lganligi ishonadi. Hadis shariflarning payg'ambar islomdan kelganligini hammasi ishonadi. Shu sababdan bularga ehtiyoj yo'q. Anladın. Lekin buni bilish orqali shu kofirlar aqliy dalillarni so'zlayotgan bilimniki mohiyati shu hamda. Endi burhonut tatbiqda shu kalamshunoslarning intayin mashhur bo'lgan bir qoida bor. Mashhur bo'lgan bir davli. Bu davli bo'lsa, masalan, Ahmad deylamdi. Ahmadda bir bola bor. Ahmadda bir bola bor. Siz Ahmadda bir bolaning bir silsilasini, bir zanjirsimon shajarasini bir yoqqa qo'ysiz, bir jumla qilib. Ahmadning dadisi Hamid deydi, Hamid. Hamidning dadisi aynda deb chekiyor hamdi. Bu cheksiz deb naslniki chekiyor. Bu biyan paydo bo'lgan emas. Bu naslniki ilgari bolasini chekiyor. Unundan paydo bo'lgan deb cheksiz deb qo'ygansiz sizlarniki yana shu aynda cheksizchilarning aqidasiga. Ya bo'lib siz degandek bo'lsin. Ama siz deb shuniki gap bo'yicha. Ahmadda bir bola var, bunun dadısı Hamid. Bunda qo'yli. Shu ilgari kessin. Cheki yo'q bir yerlik kessin. Uni keyinidan yine bu Ahmad degan bolaning dadısı Hamiddan yeni bir cümle yasab, Hamidning dadısı Pustani, Hamidning dadısı Pustani. Hammamiz bundan Hamiddan Ahmad paydo bo'lganda Hamid dadısini paydo bo'lgan, dadısini paydo bo'lgan deb ketdi. Bu ikki cümleni biz shunda bir yerga qo'yib ikkisini tanglashtirib baqsak, ikki cümleni. İki cümleni biz qo'yib bir yerga tanglashtirib baqsak, bunda bir natija kelib chiqadi. Masalan, likkiday Hamidning udulisi ikki cümle tuzdik-ma biz cheksiz bo'lgan birisi Ahmaddan boshlangan cümle, yine birisi Hamiddan boshlangan cümleni Hamidning uduliga Ahmadni qo'ysak, Hamidning uduliga Ahmadni qo'ysak, aynda qo'ysak cheksiz ketganda bir yerga borganda chuqum bunda natija kelib chiqishi kerak. Agar birinchisining udulida, ya'ni Ahmadniki udulida bo'lgan, birinchi jumladagi udulida bo'lgan narsa ikkinchi jumlaning udulida bo'lsa, udul kelsa, Ahmad bilan Hamid o'xshash bir yer kelsa, uni keyin aynda o'xshash keldi desak, u chaqda yani bu ikki jumla o'xshash, birisi uzun emas, birisi qisqa emas, ikkinchisi o'xshash tang-tang kelib qoldi desak, bu chaqda bunda bir natija kelib chiqadi. Ya'ni jiq bilan ozning farqi yo'q degan gap chiqdi. Chunki bizda Hamid Ahmadda bir bolani elvatdik, Hamid degan jumlada Ahmadda bir bolani elvatdik. Ahmadda bir bola jiq amaliyotda. Agar ikkisi o'xshash cheksiz, chunki ikki cheksiz narsa degan umu cheksiz, ikkisi tang desak, Ahmadda bir bola ziyoda miyadi. Hamidda bir odam, Ahmadda bir bola ziyoda. Hamidda Ahmaddan biz kam. Demak, agar biz ikkisi o'xshash desak, bu yerda bu mumkin emas. Ikkisi o'xshashi mumkin, chunki Ahmadda bir bola ziyoda edi, tabii. Agar biz Ahmad degan bola bu yerda ziyoda ekan, birinchi jumla Ahmad degan boladagi jumla bir adam ziyod, Ahmad degan adam ziyod ekan, cheksiz bo'lgan odamning mavisi ziyod ekan deb shunda ziyod ekan degan hamon shunda ziyod ekan degan hamon qanday natija yuz berdi? Ikkinchisiga Ahmad degan kam degan gap bo'ldimi? Ahmad degan oz ekan, nima? Hamid jumlasi Ahmad jumlasining oz ekan degan gap hamon buniki silsila cheksiz bo'lgan silsilasi zanjirni uzib ketadi. Ama cheksiz emas ekan, chektikkan. Nima chektikkan? Chunki bu nimadan? Ahmad degan silsiladan bir adam kam ma'noda. Bir adam kam degan gap buni chekib ekan. Bir adam kam degan chekib ekan degan gap chiqdimi? Ikkinchisiga chekivaligidan. Ikkinchisining bir adam kamligidan chekayotganligi sababidan birinchisining nima deb chiqdi? Ma birinchi jumladagi Ahmad degan bir adam bilan birinchi jumladan, ikkinchi jumladan birinchi jumla Ahmad degan bir adam bilan ziyoda bo'libdi degan ma'no bilan birinchi jumlaning chekayotganligi chiqdi. Shuning bilan tabiiyla
Her ikkisiniki təsəvvür çəksiz, unudun bu payda olğan, bunudun bu payda olğan degan mındaq çəksizlik hukumi əşhədlam batıl boldu. Əməldən qaldırıldı degan gap. Yəni bu həmis bir aqli dəlillər. Əmdi xoş, anda bolğanda şeylər bunudun bu payda olğan, unudun bu payda olğan emas. Hər şeyini o şeylərə oxşamaydigan, əvvəlinin ibtidası olmagan, aşındaq bir yaratquchi ben adamga oxşamaydigan, bizniki məxluqlarga şeylərə muhdas payda qilingan şeylərə qat'an oxşamaydigan bir payda qiluvchi zot bo'lsa, Allah vacibel vücud bo'lgan zot Allah Taala ekanligini biz tushunib o'tdik. Endi Musannif rahimahulloh Allah Taolani taleblab yana bu olamni paydo qiluvchi Allah Taolo ekan, ya'ni vacibel vücud ekan. Ma birinchi talab bo'ldimi? Endi bu olamni paydo qiluvchini ikkinchi talabini so'zlaydi bizga, ikkinchi talabi. Olamni paydo qiluvchi ikkinchi talab bo'lsa el-vahid, yani el-vahid. Endi el-vahid yani bir degan bo'ldi. Yani olamni paydo qiluvchi vacibel vücud bo'lishi vacib bo'lgan zot va bir o'zi. 2 3 4 emas, bir. Endi vahid degan olamni paydo qiluvchi bir zot dedik. Vacibel vücud degan nimishqanda bir dedingiz desam da biz aqliy dalilni so'zlab turibmiz, ha? Aqliy dalillardan. Nimishqa deganda vacibel vücud bo'lgan, ya'ni barligi vacib bo'lgan zot degan hukm faqatla bir zotga ham to'g'ri keladi. Bir zotga ham uygun keladi. Vacibel vücud, ya'ni bunun bo'lishi lozim bo'lgan zot degan faqat bir zotga ham vacib keladi. Nima to'g'ri keladi, shuni o'dir keladi. Endi nimishqa davom nimishqada bir savol kelish kerak-da. Nimishqa bir vacib bir bo'lish kerak. Olamni paydo qiluvchi nimishqa bir bo'lish kerak. Buning dalilimiz nima desa? Buning dalilimiz kalamshunoslarning o'tirishida intayin mashhur bo'lgan Burhan at-Tamanu. Burhan at-Tamanu da bir davlimiz var, davli. Bu davli bo'lsa Alloh taolaniki bunu qavlidan işaret nas arqali chiqqan. Yani Allah Taala deydi ki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Yani eğer o asman ziminde bir Allah'tan başka ilahlar bolsa idi lafasadata. Asman zimin buzulup ketken bo'latdi. Asman ziminin nizami buzulup ketken bo'latdi degan oyat. Endi aqli dalillarga naqli dalillardan mı dalil keltiramiz. Yani naqli dalillarda şu aqli dalillarni o'z ichiga olgan kelgan bo'lsa, naqli dalillardan mı, yani Qur'onning oyatlaridan mı keltiramiz. Qancha ko'payliq dalil so'zlagan taqdirda mı? Çünkü bu aqlga muvofiq. Aql orqali uquli bo'ladi. Uquli bo'lganlik shu bilan dalil keltiraveramiz. Endi ma oyatniki bu qandavlab ishorat nas orqali burhanut tamanu degan davli bu oyatdan chiqdi. Yani özara zitleşiş hukumi, özara zitlik davlisi degan davli bu oyatning qanday chiqdi desa, bunun uçuklamasi bu. Aniqlamasi tövendegidek. Agar farzan bit takdir endi ilahlar dedi o. Agar asman zaminda Allohdan boshqa ilahlar bo'lsaydi, farzan bit takdir. Hergiz mi yok? Agar bo'lib qolgan bo'lsaydi, dedik o. Agar ilahlar degan en aziz ikki o'tamdi. En aziz ikki o'ti. Uning jiqininki nimasi yo'q. 2 3 4 5 6. Uniki en aziz ikki. Agar osmon zaminda bir ikki dona iloh bo'lib qolsaydi, ya'ni ikki iloh bo'lib qolishi mumkin bo'lsaydi, bu ikkisining orasida o'zaro zidlik yuz berishi mumkin edi. Bu ikkisining orasida o'zaro zidlik yuz berishi mumkin edi. Nimishqa deganda qanday bo'lib o'zaro zidlik yuz berib qolishi mumkin edi deb savol kelsa, masalan bu ikki farzand bit taqdir ikki iloh bor desa, ikki ilohning biri bir odamning hayotligini iroda qilsa, yana biri bu odamning o'limini iroda qilsa,
bir adamning hayotligini iroda qilishi mumkinchiligi bor. Yana bir iloh bo'lsa, shu odamning o'limini iroda qilish mumkinchiligi bor. Mumkin, chunki har ikkisininki qudrati bor. Iloh deganlik uchun har ikkisi qudratlidir. Har ikkisining o'z oldiga irodasi bo'ladi. O'z oldiga bu mumkinchilik bor. Bu mumkinchilik bo'lganligi uchun u chaqda mundaq bir ish yuz berdi. Chunki her ikisini iloh dedimi? Her ikisinin o'z oldiga irodasi bo'ladi va her ikki ilohniki o'z oldiga irodasi bo'lishi, birini uni o'ldirishni iroda qilish, birining uni tirildirishni iroda qilish hech qanday mas'ul yo'q. Chunki u ikki mahal, ikki makon, ya'ni ikki shaxs bo'lgandan keyin, ikkinchisi qodir bo'lgandan keyin u chaqda qanday iroda qilsa, shunday iroda qiladi. Endi bu ikkisi ikki xil iroda qilgan vaqtda qanday natija kelib chiqdi bu yerda desa, shu chaqda ikki ishning biri bo'ldi. Ya ikki qarama-qarshi ish birlik kelib qoldi. Ya'ni shu bir odamning o'lishi, tirilishi. Madem bir vaqtda, bir joyda bir vaqtda o'lib tirilish bu mumkin emas. Bir joyda bir vaqtda o'lgandan keyin tirilish bu mumkin. Lekin o'lash bilan birga tirilish, ya'ni o'lash tirilish degan bir vaqtda yuz berish mumkin emas. Bu mumkin emas. İki ilohlab qanchaqda ham shu ish yuzish mumkin. Bu mumkin emas. Demak, mumkin emas bo'lgandan keyin bu bo'lmaydi. Endi ikkinchi ish deganda ya u ikkisining birining ojizligi bo'lish, bu ikkisining biri ojiz kelish kerak. Ya'ni agarda hamda Zayd deb qo'yiladi ismini. Zayd agar o'lsa, tirildirishni iroda qilgan iloh ojiz degan gap. Agar Zayd tirilsa, o'ldirishni iroda qilgan iloh ojiz degan gap. Demak, maholatda bu ikkisining biri ojiz degan gap. Ha, demak ojiz kelgan iloh emas degan gap. Demak, qandoqligini sharti bo'lsin. Ya'ni bu yerda ilohniki ko'p bo'lishi nimani lozim qiladi ekan? Ilohning ko'p bo'lishiniki mumkinchiligi bu yerda mumkin emaslikni, ya'ni ko'p iloh ko'p bo'lsa, bu yerdagi butun osmon zamin hamma mavjudotlarning borlig'ini ko'rdik. Demak, iloh ko'p bo'lsa nima qilmaydigan? Hech qaysi yuz bermaydigan ish yoki agar yuz bersa, bizniki irodasiga bir qarshi kelib qolgan, yuz berib qolsa deganda yuz bergani irodasi yuz bergizmoqchi bo'lgan irodasiga kuchli bo'lgan bo'lsa, iloh o'tgan qolgani iloh emas, hammasi yolg'on iloh ekan degan gap. Oxirgi xulosa shuki, iloh bir degan gap o'shan chiqdi. Burhanut tamanu. Ya'ni bu dalillardan chiqqan Kur'an-ı Kerim'de ceğu la ilahe illahu ve ilahukum ilahu vahid. Endi nimişki Kur'an-ı Kerim'de şunda ceğsi la ilahe illallah degan mesela. Şunda Kur'an-ı Kerim'de ceğ delil tursa, şu burhanı tamamen delil qildingiz desa, bizning besh so'zlab o'tganimizdek, bizning maqsadimiz nima? Ya'ni aql orqali Kur'an-ı Kerim'ga ishonmaydigan, Payg'ambar alayhisalom payg'ambarga ishonmaydigan, Allah Teala'nın birliği işenmeydiğan, lekin aklı ba adamlığa nima qilish? İşenmeydiğan, aklı ba adamlığa şu aklı orqali tushundirish Allah Teala'nın birliğini. Agar ikki iloh bo'lib qolsa, osmon zaminda ikki iloh bo'lib qolsa, birisi uni qilaman desa, birisi yomg'ir yog'diraman desa, birisi yomg'ir yog'dirmayman desa, agar ikkinchisi yuz bermasa, ikkinchisi ojiz degan gap, ikkinchisi iloh emas degan gap. Agar yomg'ir yog'ib qolsa, yomg'ir yog'dirmayman degani ojiz degan gap. Agar yomg'ir yog'may qolsa, yomg'ir yog'dirmayman degani ojiz degan gap. Demak, bu har qanday shakldan ko'p iloh bo'lish mumkin emas. Ko'p iloh bo'lish mumkin emas. Bu olamni, bu manchi ming yildan tortib aprelda bo'lgan, yaratilgan bu olamlar her yili yaz kelsa issiq, qish kelsa sovuq, yozda salqin, kuzda daraxtlarning hammasiniki g'azonlar tushgan. Bu shunday o'xshash bir nizomda, o'xshash bir tartibda, shunday tartibli holatda mingishi u ko'p iloh bo'lib qolsa mumkin emas. Bu faqat bir iloh bo'lish kerak. Bizning odatda bizniki nimamizdami? Masalan, bizning odatda bir davlatda ikki podsho bo'lib qolsa, bu davlat vayron bo'ldi. Ikkinchisi o'qtalishib, taxtalishib, oxiri bish o'tishib, halok bo'ldi, xarob bo'ldi. Shunday gap. Demak,
bütün munda kattı kainatda 2-3 tane ilah qasını bolmakçı. Demek bu ilahning birligi mana bu aql orqali bilgilib o'tgan tilpi mana bu shu. Burhan at-taman o'zaro zidlik dovlisi degan. Hamda Musannif rahimahullah olamni paydo qiluvchi Alloh taolodir, ya'ni vojibal vujud bo'lgan zot Alloh taolodir. Al-Vahid, ya'ni bir bo'lgan zotdir. Yani olamni paydo qiluvchi birdir. Ikki emas, olamni paydo qiluvchi birdir. Al-Qadim. Olamni paydo qiluvchi qadimdir dedi. Endi yani qadimdir degan gap, al-qadim degan o'quvchilar, qadim degan sifat lug'at ma'nosida berib aytganda bir qancha ma'no. Qadim degan gap ko'na degan gap. Ko'na. Uyg'urchada qadimqi, masalan, ko'ni uy, masalan. Ko'ni uy, ko'ni kiyim, ko'ni gap, ko'ni so'z. Ondan qadimqi zamon, masalan. Qadimqi imorat, qadimiy imorat, qadimiy yodgorlik deganday uzoq zaman o'tgan narsaga qadimqi degan gap ishlatiladi. Lekin aqida bilimida jo deganda Alloh taolo qadim deb kelsa, buning aqida bilimidagi ma'nosini nima ko'rsatadi? Ya'ni la ibtidaa li vujudih degan ko'rsatadi. Ya'ni buning borligining ibtidosi yo'q. Buning avvalining ibtidosi yo'q degan gap. Ya'ni qadimdan tortib, azaldan azalga bazat. Azaldan azal. Qadimdan tortib bazat bir paydo bo'lgan bir boshlanishi yo'q. Ondan boshlanishi yo'q. Alloh taolo boshdan tortib shu azaldan tortib degan ma'noni bildirdi. Qadim degan Alloh taoloninki sifati kelgan vaqtida bunday ma'noni bildirdi. Endi bu qadim deganlik biz beshdiki al-Vahid degan Alloh taoloning sifatida so'zlab o'tdik. Alloh taoloning vojibal vujud degan sifatida so'zlab o'tdik. Ya'ni bu shu vojibal vujud bo'lgan, ya'ni vojibal vujud bo'lgan Alloh taoloning shu izohning vojibal vujud degan izohning tegidan chiqadigan bir ma'no qadim deganimda. Tegidan chiqadigan bir ma'no. Ya'ni biz nima degan? Vojibal vujudni izohlaganda borligi o'z zotining vojib bo'lgan zot deganni, ya'ni bu zot yangidan paydo bo'lgan emas. Bu zot nimaga? G'ayriga muhtoj, borligi g'ayriga muhtoj emas. G'ayrining vasita orqali paydo bo'lgan emas. O'z-o'zidan bor deganlik boshqalarga muhtoj emas va qadimdan tortib bor. Endi qadim bo'lmasa, yengilab qolsa, yengini paydo bo'lgan bo'lsa, buni bichi paydo qilgan bo'ldi. Qadimdan tortib bo'lsa, hech kim buni paydo qilmagan bo'ldi, hech kim muhtoj bo'lmagan bo'ldi deb shunday degan. Shuni tigidan chiqqan bir ma'no edi qadim degan. Endi yana bu olamni paydo qiluvchi bo'lsa nimadir? Qadimdir. Nimishqa? Chunki vojibal vujudda oladigan faqat qadim bo'ldi, biz so'zlab o'tgandek. Chunki agar Alloh taolo qadim bo'lmay, hadis, ya'ni qadim deganning aksi hadis yangi degan gap, ya'ni yangidan paydo bo'lgan bo'lsa edi. Paydo bo'lgan bo'lsa degan gap, ya'ni yo'qlikdan bor bo'lgan bo'lsa edi. Alloh taoloning borligi tabiiyla boshqalar tarafidan bo'ladi. Alloh taolo vojibal vujud li zotihi bo'lmay, Alloh taolo o'z zotidan, Alloh taoloning borligi o'z zotidan vojib bo'lmay, balki boshqalar Alloh taoloni yaratgan bo'ladi. Ya'ni billah. Shuning uchun Alloh taoloning nima bo'lishi uchun Alloh taoloning vojibal vujud bo'lish uchun qadim bo'lish kerak. Olamlarni muhdis, yo'qdan bar qilguvchi, paydo qilguvchi bo'lish uchun Alloh taolo qadim bo'lish kerak. Alloh taolo qadimdir. Endi bu yerda bilish tegishli bir masala shuki, shuni bilish kerakki, Alloh taoloning ba'zi ismlari, Alloh taoloning ba'zi sifatul maani, ya'ni ba'zi ismlari, masalan al-Vahid degandek, masalan as-Sami' al-Basir degandek hammasi dalil naqli, ya'ni Qur'oni Karim, hadis mutawatirlar bilan sabit bo'ldi. Masalan va ilahukum ilahu vahid deb masalan. Lekin bu ma'nolar aqliy dalilni o'z ichiga olgan holatda kelgan. Biz ma'nomida nima uchun 5 ta mudodingiz Qur'oni Karim Alloh taoloning kalomi, Alloh taolo bordir deb kabirda men qilsak, bu dalilingiz nima desa Qur'oni Karimda Alloh taolo men bor dedi, shuni
bar dedim desem kafir Kur'an'ı şemimmen dep deydi. Şu akli delil keliş gerek. Dedik hem bir Kur'an neden delil keldiniz o dep sual kip kalsa cevap Kur'an-ı Kerim'de delil nakli Kur'an-ı Kerim'de kelgen bazen deliller akli deliller arkalık masulep ötken İbrahim Aleyhisselam ötken dersi İbrahim Aleyhisselam yüzünün nemesi bayan kılığını dek akli deliller alemi Kur'an-ı Kerim kelgen akli delillerini özüge mücessemlep özünün manasıga elip nima kelgen nakli deliller akli delillerini elip kelgen xuddi bularni misolida mesela law kana fihima alihatun illallahu la fasadata degan ayet mesela. Mana şu ayette şu ayetdeki ma'nosida burhan at-tamanu. Yani agar osmon zaminda bir Allohdan boshqa ilohlar bo'lib qolsa edi, osmon zaminniki nizomida nima yuz beradi? Xalal yuz beradi. Nizom osmon zaminning nizomi buzilib ketgan bo'ladi. Bir yoz qilman desa, bir qish qilman desa, bir o'tirman desa, bir o'tirman desa, bir uni desa, bir buni desa, talash tortish paydo bo'lib, bu yerda osmon zamin balki vayron bo'lib ketadi, xarob bo'lib ketadi. Agar bo'ladi nima qilishning imkoniyati, ya'ni talash tortishning imkoniyati bo'lmasa, demak bu ojiz degan gap. Talash tortishga qudrat bo'lmasa, bu ojiz degan gap. Ojiz bo'lsa iloh bo'olmaydi. Mana mushu oyat kalimaning ma'nosida burhoni tamoni o'zaro zidliq dovlisi degan mushu dovli kelganlik uchun bizning aqidaga bir şey elib keldik. Sebep mi şu? Hem de Allah subhanahu wa ta'ala tekaddes alemni payda kılıcı olan zat vacibel vücut Allah Teala'dır. Birdir, yani bir buluş gerek. Kadimdir, kadim buluş gerek. Onun degen el hay. Hay buluş gerek, yani hayat buluş gerek. El kadir. Kadir, kudretlik buluş gerek. El alim. İlimlik buluş gerek. Es-semi' anlıgıcı buluş gerek. El-basir körgücü buluş gerek. Es-şai el-murid yani ikisi bir manada halıgıcı buluş gerek, irade kılgıcı buluş gerek. İrade kılgıcı buluş gerek. Endi nemişqa buluş gerek deb savol kelib qolsa. Çünkü bu adamninki aqliga shunda o'ylanmaslik keladigan bir ish shuki, bu olamni, bu koinotni bundaq ajoyib, g'aroyib, bundaq isil ravishda, bundaq mazmut bir nizomda, manchi ming yil o'sima buzib ketmaydigan mazmut bir nizomda, ajoyib, g'aroyib bundaq ravishda o'z ichiga ajoyib puxta har xil ish harakatlarni o'z ichiga olgan, har xil chiroyli shakllarni, ajoyib g'aroyib shakllarni o'z ichiga olgan bundaq katta qudratni paydo qiluvchi bo'lish uchun bu tabiiy qanday bo'lish kerak? Hay degan tirik bo'lish kerak. Chunki ulakni qo'llash qanday kelmaydi? Yo'q narsani qo'llash mi kelmaydi? İkinci qadir bo'lish kerak, qudratli bo'lish kerak. Agar qudrati yo'q bo'lsa, bunda katta qudratni, bunda katta ishlarni qila olmaydi. İlimlik bo'lish kerak. Agar ilmi bo'lmasa, bunda katta ishlarni idora qilib tura olmaydi. Anglag'uchi bo'lish kerak. Agar anglag'uchi bo'lmasa, bunda katta shaylarniki hojatlarini, ehtiyojlarini anglamasa, uniki ehtiyojini qondira olmaydi. Ko'rguchi bo'lish kerak. Agarda bunda katta kainatın hemen muydu karanlık küçüdeki kardeşin tüpsüne bana küçük cümlelerini yetti kat yani tigi küçük kutlarını kurduğun indi köy gücü olmasa ular rızkını kanda yetkizip bilemeydi. Halı gücü buluş gerek. Eğer halı gücü olmasa, halı kandık gücü olmasa başkalar mecburlanıp kalsan bunda öz halıgın azı kılamaydı. Çeklep koy şeklinde bir şey kılamaydı kaçwa. Demek bu alemni paydo mushun katta koinot alemni paydo qiluvchi bo'lish uchun mushu 8 xil ma'no mushu vajibal vujud al-wahid al-qadim al-hayy al-qadir al-alim al-sami' al-basir al-shai al-murid yani mushu 8 xil ma'no cho'qim alemni paydo qiluvchi degan zotda bo'lishi kerak. Em demek
Başka hazır hemelerini kalır kilishi mümkün. Allah Teala'nın 99 ismi sıfatı bağı o sıfatını qada qilasiz dese ya bazı bizden deptuğunumuz alemni payda qılğıcı yani biz bana kafirlik dep turmuz hazır. Alemni payda qılğıcı mundaq buluş kerak. Eğer mundaq bolmasa bu alemni payda qılğıcı bolmaydı. Emde Allah Teala'nın 99 ismi sıfatı qalğan Kur'an-ı Kerimde kelgan hadis-i şeriflerde kelgan ismi sıfatlar tuzganda ul Müslüman bo'lib bo'lgandan keyin mu'minlar uni bilish kerak bo'lgan, bilish vojib bo'lgan. İman, mucmel, imanı mufassal ular ikinci basqıçda geçmiş. Evvel hazır ma'rifat basqıçida. Allah Teala'nı tunushtirish basqıçida. Allah Teala'nı tunib bo'lgandan keyin Robbil alaminni tunib bo'lgandan keyin Allah Teala'nın Er-Rahman, Er-Rahim ekanligini, unga Maliki Yevmiddin ekanligini tunishgan gap. Hozir biz Robbil alaminni tunish basqıçida bo'lganligimiz uchun shu Robbil alaminni 8 xil sifat bo'lish kerak. Olamlarni yaratquchi, olamlarni yo'qdan bar qiluvchi bo'lish uchun 8 xil sifat bo'lish kerak. Agar bu 8 xil ma'na tepilmasa bu olamlarni paydo qiluvchi bo'lmaydi. Bu yana bu asosiy nimada? Asosiy ma'noda, asosiy sifatlar. Qolgan sifatlar bir bu 8 sifatning ichiga kirib ketadi hammasi. Shuni ichidan chiqadi, shuni ichiga kirib ketadi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.